xuddi do'zaxga yuboradigandek. Meni qo'yib yuboring. Hozirgi kunda qanday kurashingizga ahamiyat bermayman. Menga baribir. Kelsa? Sen faqat 3 kun yashashing kerak. Undan so'ra men u bilan yolg'iz gaplashmoqchiman. Undan keyin men seni eshitaman. Janob, telefonda emas. Meni ko'rish uchun kel. Xo'p. Janob Du, menga ayt. Liu Linchuan tomonidan o'ldirilgan. U 3 kishini o'ldirdi. U meni ham topdi. Bu yigit juda g'alati. Aks holda men eliksirni olaman. Hech kim bunga jur'at eta olmaydi. Ammo bu bola chindan ham nimadir bor va u xohlaganini aytdi. U siz bilan shaxsan ko'rishmoqchi. U ajoyib bola. Garchi u malakali bo'lmasa ham, men bilan raqobatlashish harakat qilib ko'rdi. Harakat qilish uchun jasorat. Suyanchoviga taklifnoma yubor. Ertaga 12 da Tinchlik mehmonxonasida. Yaxshi itoatkor it. Buni tezda bo'lishini kutmagan edim. Janob Du bilan uchrashaman deb oddiy tansoqchi. Bugun emas, hozir hazillashib vaqti emas. Bay oilasi va Du oilasi bir xil darajada emas. Du Tinchao yagona meros, Du oilasining yagona merosi. Deyarli kuch va manbalarni ushlab turadi. Bay Jingi nima deysan? Bu nafaqat Bay oilasining merosi emasmi? Du Tinchao bunday emas. U bunday yigit emas. U hali yosh edi. U allaqachon yaratilgan biznes afsonasi edi. Ular shafqatsizligi bilan mashhur. Nomodlashtirish mumkin. Chunki uni xafa qilganlar ularning barcha ustasi. Agarda biz samoviy tabletlarni qo'llamasak, men shu oilasidan qo'rqaman. U nimadan keyin? Tabletka va sening texnologiyangdan keyin nima sen ojiz bo'lmoqchimisan? Men o'yladim. Men bilardim. Men hamma narsaga duch kelishga tayyor edim. Ammo boylarning kuchi hali ham tashqarida. Men tasavvurim shunday qilib. Samoviy tabletkaning ustida ko'p ishlagansan. Hech kim uni sendan tortib ola olmaydi. Ham qanchalik muhim bo'lishidan qat'iy nazar, inson hayoti bu kabi muhim. Men sizning hayotingiz bilan qimor qila olmayman. Xavotir olma. Menga va'da bering. Siz istribni qilmasligingiz kerak. Yaxshi. Siz kira olmaysiz. Siz kira olmaysiz. Uni men olib keldim. Janob Du aytdiki, faqat siz kirishingiz mumkin. Janob Du, bu Linchuan. U chindan ham g'alati bola. Oddiy tansoqchi bo'lsa ham uni urib bo'lmaydi. Men qilishim kerak bo'lgan narsani qildim. Bizni taklif qilib va keyin bizni ushlab qo'yish biroz g'alati emasmi? Meni qo'l ostimdagilar nima qilishayotganini bilishmaydi. Bu yerga Su xonimni chaqirishdan maqsad Tianyanning hamkorlik haqida gaplashmoqchimiz. Janob Du hamkorlik qilmoqchi? Ishonchim komil.
Suxonim bilasiz-a, birlashgan farmatsevtikalarning afzalliklari samoviy tabletka qayerda? Faqat qo'limda. Men uni to'liq o'yinga olib boraman. Maksimal qiymati Men uni ixtiro qildim. Men uni eng yaxshi bilaman. Undan qanday foydalanish kerak? Men uni qiymatini qanday oshirishni eng yaxshi bilaman. Men sizni qadrlayman. Tadqiqot iste'dodisiz. Lekin menimcha, sun'iy guruhi qodir emas. Samoviy tabletkalarni boshqarish bundan buyuk ixtiro. Men suv guruhiga ishonaman. Men undan ham ko'proq o'zimga ishonaman. Siz men bilan hamkorlik qilganingizda, men bu suv kompaniyasiga kafolat beraman. 3 yil ichida biz keyingi bosqichda bo'lamiz. Shanxay oilasining birinchi urug' boshlig'i ham bo'lasiz. Janob Tu, nima xohlaysiz? Tabletkani qanday ishlatish kerak? Oddiy. Asl Tianyanni soting. Uni yuqori narxlarga soting va oddiysini kambag'allarga soting. Albatta arzon narxda. Hammaga ishonch hosil qilish uchun uni hamma olishi mumkin. Butun bozor mening qo'llarimda. Keyin suv va men juda ko'p pul topamiz. Ikkalamiz ham baxtli bo'lamiz. Ammo men samoviy tabletkani o'rganib chiqdim. U saraton kasalligi va bemorlarni qutqarish uchun kerak. Boyagi kambag'al uchun emas. Chindan ham men hech narsani eshitmadim. Juda sodda narsani eshitdim. Ammo bu ichimlik men sizdan so'rashim kerak. Buni iching. Sen uni hozir ichishing shart emas. Linchuan, Jarodun kostyumini bilasanmi? Hayotingni sotib olish uchun yetarlimi? Nima joningda to'ydingmi?